Tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? O'zingni yomon his qilyapsanmi? Doki, men yurak xastaligim bor deb o'ylayapman. Qara, u juda tez uraveradi. Sening qorning och bo'lsa kerak. Ma, buni ye. Qoyil. Jihoning kundalik hayoti juda ajoyib. Men faqat maktabga u uchun kelaman. Hay, gencha, eshitdingizmi? Nimani? Jihon ertalab bir qizga bo'yinbog'ni beribdi. Ularni maktabning asosiy darvozasi oldida ko'rishgan. Bo'lishi mumkin emas. Aql bovar qilmaydi. U kim bo'lishi mumkin? Axir Yura Jihonni yoqtiradi. Agar u buni bilsa, u qizni tinch qo'ymaydi. Undan oldin balki biz uni toparmiz. Agar men uni topsam, tinch qo'ymayman. Janob Yijunning kelish vaqti bo'ldi. Hatto Enuning muxlisini ham bo'yanishga undaydigan odam. Hammasi u uchun. Men sizga yordam beraman. Rahmat. Yana qanchalik go'zalroq bo'lmoqchisan? Sen allaqachon juda go'zalsan. Janob Kim Yijun koreys tilidan dars beradi. U maktabimizdagi eng mashhur o'qituvchidir. Xo'sh, buni bu yerda kim qoldirdi? Ha, men bularni yuragimda saqlayman. Iltimos, bunday ishlarni qilishni bas qiling. Axir siz katta muammoga duch kelasiz. Demak, darsni boshlaymiz. Keyingi sinfdagilarga ham topshiriqni eslatishni unutmang. Bizning yari, sen juda ko'p mehnat qilyapsan. Shundaymi? Ha. O'tiring. Sizlar bilan xayrlashish shart emas. Voy, uzr so'rayman. Ataylab qilmadim. Yaxshimisan? Hech qisi yo'q. Yaxshi. Uning yuzi doim ma'yus. Uni ko'rsam xafa bo'laman. Nega janob Yijun uni juda yaxshi ko'rarkan? U yozma tanlovda maktabimiz nomidan qatnashadi. Shuning uchun janob Yijun unga darsdan tashqari yordam beradi. Agar sen tanlansang, stipendiya olasan. Maktabdagi obro'ing uchun ham yaxshi. U haqiqiy raqib. Shuning uchun ham janob Yijun uni tanladi. Ustozning yordamini olish uchun unga maskarashma qilgani aniq. Hatto sen ham shunday qila olasan. Menmi? Mayli, qani ketdik. Bu qizlar nega hamma narsaga aralashaveradi? Aytgancha, yaxshisi men o'zim haqimda qayg'urishim kerak. Yo telefoningni tut kela, yoki ovqatlan. Xo'sh, nima qilyapsan? Qara, men buni qildim. Qoyil. Bular yuqori sifatli. Rostdan ham o'zing qildingmi? Men ko'p ish qilmadim. Chaynuning yuzi hammasini qildi. U tez orada qaytib keladi. Men bu bilan biroz savdo qilmoqchi edim. Agar sen buni martaba sifatida qilsang, juda muvaffaqiyatli bo'lar eding. Qani edi men prodyuser bo'lsam, Chaynu mening erim bo'lsa. Bizning Dayhan Minguk Mansi ismli 3 ta egizak farzandimiz bo'lardi. Ammo prodyuserlar juda aqlli bo'lish kerak. Kuhi, bugun sening bo'yinbog'ing juda g'alati. O'zingnikimi? Albatta meniki. Yana kimniki bo'lishi mumkin. Oldin bo'yinbog'ing qiyshiq edi, hozir esa tekis. Bu g'alati. Hech narsa g'alati emas. Ol, ovqatingni ye. Xo'sh, qizlar,
Birinchi qavatning zinapoyasidan ehtiyot bo'linglar. Nimaga? Bu do'stining do'sti bilan sodir bo'ldi. U yuqoriga ko'tarilayotganda nimadir tushayotganini ko'rgan. Bundan keyin u hushini yo'qotdi. U bo'lgan voqealarni Yametaga aytgan. Bu juda dahshatli. Yameta u yerni kuzatgan. Pastdan hamma narsani ko'rish mumkin edi. Etim jimirlab ketdi. Hoy, men ham bir narsa eshitdim. Kimdir uning kompyuterini nimanidir tomosha qilayotganini ko'rgan. Aqldan ozish mumkin. U haqiqatdan juda buzuq. Bundan buyon seni jamoamdan chetlataman. Agar festival oldidan o'tmishga sayohat qilganimiz rost bo'lsa, nimadir qilishimiz kerak. Nima ham qilardik? Tez orada sahnaga chiqishimiz kerak. Iltimos, endi harakat qilma. Bunga umuman tushunmadim. Axir bu mening birinchi rolim. Endi men yanada yaxshiroq harakat qilaman. Mana bunday katta xatoyingdan keyin ham sening xaraktering juda qiziq. Xo'y, Inuga juda yomon munosabatda bo'lma. U xushbichim va juda yaxshi aktyor. Do'sting shunday dedimi? Menimcha do'sting uning faqat chiroyiga qarab baho bergan. Nima bo'lganda ham, Guhi maktabda men haqimda gapirma, xo'pmi? Albatta. Aka, uxlaysanmi? Shu kunlarda men bo'shman. Mayli, ertaga ko'rishamiz. Xayrli tun, Guhi. Xayrli tun. Sen Guhini juda yaxshi deb o'ylayapsan. Nima? Guhining aqli sekin ishlaydi. Shunday emasmi? U kimning orqasidan ketayotganini bilmayman. Unga sovg'a qilish ortiqchamikin? Lekin buni unga qanday beraman? Oho, Jihun hatto basketbolda ham yaxshi. Uning qo'llariga qara. Likan men yoqimtoy, lekin Jihun shadek emas.